Dunyoda juda ko'p turli hayvonlardan iborat. Ba'zilari suzadi, ba'zilari uchadi, ba'zilari havoda nafas oladi. Ba'zilari esa suv ostida nafas oladi. Ba'zi hayvonlarning skeleti bor, boshqalarida esa yo'q. Dunyo hayvonlar o'rtasida farqlarni yaxshiroq tushunish uchun olimlar hayvonlarning muhim belgilariga qarab guruhlarga ajratadi va tasniflaydilar. Hayvonlarning eng katta ikki guruhi bu umurtqalilar va umurtqasizlardir. Umurtqalilar orqa suyagi, umurtqa pog'onasi bo'lgan hayvonlardir. Umurtqasizlar esa orqa suyagi bo'lmagan hayvonlardir. Dunyodagi hayvonlarning aksariyati umurtqasizlardir. Umurtqasizlarga misol qilib, sakkizoyoqlar, kalmarlar, hasharotlar, o'rgimchaklar, dengiz yulduzlari, dengiz kriplari, meduzalar, qisqichbaqalar va midyalar va yana ko'plab mavjudotlarni keltirishimiz mumkin. Quruqlikda yashovchi umurtqasizlar odatda kichik bo'ladi, ammo suvda yashovchi umurtqasizlar ancha katta bo'lishi mumkin, chunki suv ularni skeletsiz ham ko'tarib turadi. Umurtqalilar yer yuzidagi barcha hayvon turlarining 5% kamida tashkil etadi. Lekin agar siz biror hayvonni aytishingizni so'rasam, ehtimol siz umurtqali hayvonni aytsangiz, umurtqalilar bir necha sinflarga bo'linadi. Bu sinflarning ayrimlari baliqlarning turlaridir. Masalan, ular jag'siz baliqlar hamda tog'ayli baliqlarga bo'lsak bo'ladi. Soddoroq tushunish uchun bu sinflarning barchasini ko'pincha birlashtirishimiz shunchaki baliqlar deb ataladi. Qolgan 4 sinfning juda tanish bu amfibiyalar, sudralib yuruvchilar, qushlar va sut emizuvchilardir. Endi baliqlarga xos bo'lgan belgilarni ko'rib chiqamiz. Baliqlar suvda yashaydi va suv ostida nafas oladi. Ular o'pkadan emas, balki jabralar orqali kislorod oladi. Baliqlarda tangachalar va suzgichlar bo'ladi. Ular sovuqqon hayvonlar bo'lib, tana harorati mustaqil boshqara olmaydi. Tana harorati atrof muhitga bog'liq bo'ladi. Baliqlarning ko'pchiligi tuxum qo'yadi. Amfibiyalar qurbaqalar, baqalar, tritonlar, salamandralar va boshqa hayvonlarni o'z ichiga oladi. Amfibiyalar ham baliqlar kabi sovuqqon. Baliqlardan farqli o'laroq, amfibiyalar ham suvda, ham quruqlikda yashay oladi va ularning terisi silliq hamda nam bo'ladi. Amfibiyalar suvga nozik jel bilan qoplangan tuxum qo'yadi. Tuxumdan chiqqan bolalari ko'pincha ota-onasiga o'xshamaydi, chunki ular voyaga yetish uchun metaformoz jarayoni katta o'zgarish holatlari ro'y beradi. Ba'zi baliqlardan tashqari faqat amfibiyalar metaformozga o'tadigan umurtqali hayvonlardir. Sudralib yuruvchilar, toshbaqalar, ilonlar, timsohlar, kaltakesaklarni o'z ichiga oladi. Baliqlar va amfibiyalar kabi sudralib yuruvchilar ham sovuqqondir, ammo ularning hayoti har doim havo olishda nafas oladi va suv ostida ham nafas oladi. Hatto suvda yashaydigan sudralib yuruvchilar ham nafas olish uchun suv yuzasiga chiqish kerak bo'ladi. Agar hayvonning terisi yoki quruq tanachalari bo'lsa, u amfibiya emas, balki sudralib yuruvchi bo'ladi. Sudralib yuruvchilarning ko'pchiligi tuxum qo'yadi. Bu tuxumlar suvdan tashqariga qo'yiladi va himoya qobig'iga ega bo'ladi. Odatda bu tuxumlarning qobig'i yumshoq va charmga o'xshash bo'ladi. Qushlarning tanish juda oson. Ular dunyodagi patga ega bo'lgan yagona hayvonlardir. Sudralib yuruvchilar kabi qushlar ham faqat havoda nafas oladi. Barcha qushlarning 2 oyog'i va qanotlari bor, ammo barcha qushlar ham ucha olmaydi. Baliqlar, amfibiyalar va sudralib yuruvchilardan farqli o'laroq, qushlar issiq bo'lib, tana harorati doimiy saqlay oladi. Qushlar tuxum qo'yadi va bu tuxumlarning qobig'i qattiq bo'ladi. Oxirgi guruh bu sut emizuvchilar. Insonlar ham sut emizuvchilar guruhiga kiradi. Qushlar kabi sut emizuvchilar ham issiqxon hayvon hisoblanadi. Ular ham havoda nafas oladi. Suvda yashaydigan sut emizuvchilar ham nafas olish uchun suv yuzasiga chiqish kerak bo'ladi. Barcha sut emizuvchilarda kamida ozgina tok yoki jun bo'ladi. Deyarli barcha sut emizuvchilar tirik bola tug'adi, tuxum qo'ymaydi va barcha sut emizuvchilar bolalarini sut bilan boqadi. Qiziqarli faktlarga keladigan bo'lsak, tashqariga chiqib turgan quloqlarga ega bo'lgan yagona hayvonlar ham sut emizuvchilardir. Hayvonlar olami ularning xususiyatlariga qarab ko'plab guruhlarga bo'linadi.
Hayvonlar umurtqasiz, umurtqali, baliq, amfibiya, sudralib yuruvchi, qush yoki sut emizuvchilar deb atashi u haqida ko'p narsani bilishimizga yordam beradi va uning ehtiyojlarini hamda xulq-atvorini tushunishimiz osonlashtiradi. Bu hayvonlarning tasnifi haqida bilib oldingiz degan umiddaman. Keyingi safargacha xayr!